Salom. Yaxshimisiz? Balosiz. Jiguli haqida qo'shiq aytdingiz, hamma Jigulim sotilib ketdi opajonim. Yo'q, xursandman. Nima xizmat opajon? Endi uka bizga Lada kerak edi. Mayli, siz uchun chiqarilgan opajonim. Bir yangi ashula aytganman, Lada degan. Shunga klipimizga kerak bo'lyapti Lada. Bo'ldi opajon. Nech bo'ldi masala narxini buni? Endi bozor 38 qildi. Endi opajon sizning hurmatingiz bor, 30 ga berib yuboraman. Tavba qildim, odam ham shunday noinsof bo'ladimi? Bor yo'qol jantranga ket, xafa qilib qo'yaman o'zi. Bo'ladimi? Bo'ladi, qizil rang kerak bizga. Olamiz. Opajon, endi shuncha arzon qilib berdim. Bitta Bobur avtofurush deb istoriya qo'yib berasiz, ha? Xo'p. Opajon, yana bitta iltimosim bor. Xo'p. Shu Xitoydan Li Huan Chung Chang degan mashina olib kiryapmiz. Shuni ham bir qo'shiq qilib bering. Nimaga? Ketmayapti-da, onang nimaga?